Diqqat, tezkor xabar. Politsiya Sankt-Peterburgda yirik reyd o'tkazdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Tekshiruvlar Krasniy Tekstilchik ko'chasidagi migratsiya xizmatlari ko'rsatiladigan idoralarda va shahar qurilish obyektlarida o'tkazildi. Politsiya 5000 ga yaqin xorijlikni tekshirgan. 200 dan ortiq odam politsiya bo'lmalariga olib ketildi. Ulardan qariyb 30 nafari migratsiya qonunchiligini buzgani uchun Rossiyadan chiqib ketish zarurligi to'g'risidagi hujjat olgan. Reydda yo'l harakati politsiyasi ham ishtirok etdi. Ular 160 ga yaqin avtomashinani to'xtatib, 20 ga yaqin yo'l harakati qoidalarini buzish holatlarini aniqlagan. Politsiya bunday reydlar yana davom etishini ma'lum qilgan. Tekshiruvlar davomida Pushkin tumanida yana 5 nafar muhojir qo'lga olingan. Avvalroq 1-iyuldan boshlab Sankt-Peterburgda migrantlarga taksi haydovchisi va yetkazib berish xizmatida ishlash taqiqlanishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Rossiyada o'zbekistonlik ishchi boshiga sement to'ldirilgan chelak tashlab yuborildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Leningrad viloyatida 1-iyun kuni o'zbekistonlik quruvchining boshiga sement to'ldirilgan chelak tashlab yuborildi. O'zbekiston fuqarosi olgan jarohati sababli vafot etdi. Bu haqda 78ru xabar berdi. Migratsiya agentligi Leningrad viloyatida o'zbekistonlik bilan sodir bo'lgan baxtsiz hodisa haqida ma'lumot berdi. Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasidagi vakolatxonasi mazkur holat yuzasidan tegishli rasmiy idoralar bilan hamkorlikda tezkor aniqlashtirish ishlari amalga oshirdi. Ushbu voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 216-moddasi 2-qismi moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda voqeaning barcha jihatlarini aniqlash, javobgar shaxslarni aniqlash va mehnat xavfsizligi talablariga rioya etilganligi yoki etilmaganligini tekshirish ishlari davom etmoqda. Shu bilan birga 3-iyun kuni marhumning jasadi ish beruvchi tashkilot hisobidan O'zbekistonga yuborilgan. Diplomatik vakolatxonalar ushbu holatni doimiy nazoratga olgan va fuqarolarning huquq hamda qonuniy himoya qilish yuzasidan tegishli choralarni ko'rmoqda. All day I said,